Xalqimizda bir naql bor. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishgan. Men shu To'qlimergan mahallasida Nuroniylar maslahat kengashining rais maslahatchisiman. Bizda bo'lgan bu o'g'irlik va mana bu quduq qopqoqlarini ba'zi bir joyda bitta, ikkita shu yo'qolib turardi, ko'p e'tiroz bo'lardi. Mana bu kuzatuv kameralari qo'yilgandan keyin haqiqatda o'sha kuni juda ko'p o'g'irlandi mahallada. Mahalla yettaligi uchastka noziriga shu narsani shikoyat etgandan keyin kelib kameradagi yozuvni ko'targanimizda ular 3 nafarligi hamda lekin ular shu o'z transportida kelib, bitta hech kim yo'qligidan foydalanib shu kaladiz qopqoqlarini olishganligi nimaga kameraga muhrlanib qolgani ma'lum bo'ldi. Keyin uchastka inspektori buni tezda haligi ichki ishlar xodimlariga ham xabar qilib, aqdagi mutasaddi tashkilotiga o'sha uchastka inspektori nozirining harakati, keyin qolaversa boshqa ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda bu jinoyat ochilib, quduq qopqoqlari joyiga qaytarildi. Kolodez qopqog'ini o'g'irlagan shaxslar aniqlangan va qo'lga olingan. Mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va sudlov hay'atiga yuborilgan. Xalqimizda bir naql bor. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishgan.